Boshlandi. Demak, bizda birinchi savolda A va B musbat haqiqiy sonlar uchun shu tenglik o'rinli bo'lsa A plus Bning eng katta qiymatini toping deyapti. Makhraj beramiz hammasiga. Xo'sh, makhraj berib chiqsak, birinchisida A Bning kvadrati paydo bo'lib qoldi. Plus A plus B paydo bo'lib qoldi. Teng 4AB. E'tibor bersak, bu yerda AB, bu yerda shu ABning kvadrati. Yoniga olib o'tamiz. ABning kvadrati minus 4AB xo'sh plus AB A plus B 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana buni esa xo'sh bittasini kvadrati bor, keyin ko'paytma ikkilangan. Qarz kvadrati berish uchun bunga plus 4 kerak. Buni biz qarzga olganimiz uchun orqasiga minus 4 deb yozib qo'yamiz. Demak, bu bizga nimani beradi? Mana buyimiz AB minus 2 ning qavs kvadratini beradi. Keyin plus A plus B minusdan 4 ga teng bo'ladi. Teng ekan 0 ga. Xo'sh, AB minus 2 ning qavs kvadratini olib qolamiz. Bu qolgan hammasini o'ng tomonga olib o'tsak, 4 minusdan A plus B bo'lib qolyapti. Endi chap tomondagi ifoda qavs kvadrat degani, qavs kvadratimiz qiymati 0 dan plus cheksizgacha bo'ladi. Ya'ni qiymat manfiy chiqishi mumkin emas. Shuning hisobidan 4 ayrilgan A plus B'miz bizda musbat son bo'lishi kerak. Ya'ni 4 minusdan A plus B'miz katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Demak, 4imizdan kichik yoki teng bo'lib qolar ekan A plusdan B. O'ng tomonga olsak. Demak, A plus B'ning eng katta qiymati bizda 4 bo'lyapti. Bu bizda C javobini berdi. Ikkinchi savol. 2 ning 70 darajasi plus 3 ning 35 darajasi. Qizim, 2 ning 70 darajasi 3 ning 35 darajasi yig'indisini 31 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. Xo'sh, buni usuli nima? Demak, har birini alohida 31 ga bo'lgandagi qoldiq topamiz. Keyin yig'indini hisoblaymiz. Agar yig'indi 31 dan oshib ketsa, yana 31 ga bo'lib qoldig'ini hisoblab qo'yamiz. Xo'sh, 2 ning 70 darajasini 31 ga bo'lishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buni 2 ning 5 darajasining 14 darajasi qilamiz. 2 ning 5 darajasi 32 ni beradi. 32 ning 14 darajasi. 32 ni 31 ga bo'lsak, 31 ko'paytirilgan 1 plusdan 1 ning 14 darajasi. Mana bu 31 ga bo'linadigan son tushib ketadi. Xo'sh, 1 ning 14 darajasini 31 ga bo'lsak, qoldig'imiz 1 chiqadi. Endi ikkinchisi 3 ning 35 darajasini xo'sh 31 ga bo'lishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? 3 ning 7 darajasining 5-sini 31 ga bo'lamiz. 3 ning 7-si bizda xo'sh 2187 chiqadi. Shuni 31 ga bo'lib olamiz. 21 ni ichida yo'q, 218 ni ichida 7 ta bor. Demak, 217 bo'lib qoladi. Ayiramiz 1 7. 17 ni ichida yo'q, demak 0 beramiz, qoldiq 17 bo'ldi. Bu nima degani? Bu 70 ko'paytirilgan 31 plusdan 17 ning 5 darajasini 31 ga bo'lishimiz kerak. Bizda xo'sh 70 ko'paytirilgan 31 bu 31 ga bo'linadigan sonlik uchun tushib ketadi. 17 ning 5 darajasi qoldi. 17 ning 5 darajasini biz olamiz. Demak, 17 ning kvadrati 289. 289 ko'paytirilgan 17 deymizda, shuni 31 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 289 ni 31 ga bo'lamiz. 28 ichida yo'q, 289 ichida 9 tadan bersak
279 bo'ladi. Ayiramiz. 0, 1. Endi bizda xo'sh, ekran o'chib qoldi shekilli. Shuni qaytadan ekranni uladim. Huzur, ekran o'chib qoldi ekan. Xo'sh. Biz nima qilayotgan edik? Birinchi savoldan qaytadan tushuntira qolaman, chunki ekran o'chib qoldi ekan. Birinchi savolda mana bu ifoda berilgan shu o'rinli bo'lsa, a plus b musbat sonlar a plus bning yig'inining eng katta qiymatini toping degan. Kasrda hammasiga mahraj berib yubordik. A b ning kvadrati plus a plus b teng 4ab bo'lib qoldi. 4ab chap tomonga minus bo'lib o'tadi. Bu qasrat berish uchun buni yoniga plus 4 yozib olamiz va orqasiga minus 4 yozamiz. Keyin bu ab minus 2 ning qavs kvadrati. Xo'sh, plus ab minus 4 paydo bo'lib qoldi. Xo'sh, bizda minus 4 bilan plus ab ni o'ng tomonga olib o'tsak, ab minus 2 ning qavs kvadrati teng 4 minusdan a plus b ning 1 ga teng bo'lib qoladi. Endi qavs kvadratdan minusdan chiqmaganligi hisobidan bu 0 dan plus x gacha qiymat qabul qiladi. Ya'ni 4 minus qavsdan a plus b ni katta yoki teng 0 deb shart beramiz. 4 dan kichik yoki teng a plus b bo'lib qoladi. Shunda bizda a plus b ning eng katta qiymati 4 ga teng bo'lyapti sizcha. Ikkinchi savolni ishlayapmiz. Ikkinchi savolda 2 ning 70-darajasi plus 3 ning 35-darajasini 30 ga bo'lganda qoldiq topishimiz kerak. Demak, har birini alohida ishlaymiz. 2 ning 70-darajasini yozib olamiz. 2 darajasi 5, qavs 14-daraja. 2 ning 5-darajasi 32. 32 ni 31 ko'paytirgan 1 plus 1 desak, mana bu 31 ga bo'linadigan qismi shunchaki tushib ketadi, 1 ning 14-darajasi qoladi. 1 ning lubay darajasi 1, 31 ga bo'lsak, qoldiq 1 ning o'zi bo'ladi. Endi xo'sh. Bizda 3 ning 35-darajasini 31 ga bo'lsak, buni 35-darajani 7 kere 5 deb olsak, 3 ning 7-darajasi qavs 5-darajasini 31 ga bo'lamiz. 3 ning 7-darajasi 2187. Shuni 31 ga bo'lsak, 70 degan javob chiqadi. Qoldiq 17 bo'lyapti. Bu degani 70 ko'paytirgan 31 plus 17 ni qavs 5-darajasini 31 ga bo'lishimiz kerak. 70 ko'paytirilgan 31. Bu yerda 31 ga bo'linadigan sonligi uchun shunchaki tushib qoladi. 17 ning 5-darajasi qolyapti. 17 ning 5-darajasini xo'sh, kvadrat va yarim bitta 17 desak, 289, 289, 17. Xo'sh, 289 31 ga bo'lyapmiz. 9 tadan beramiz, qoldiq 10 bo'lyapti. Bu degani 289 31 ga bo'lsak, 10 qoladi. Ikkinchi 289 dan ham 10 qoladi va 17. Bu 1700 deb beryapti. 1700 ni 31 ga bo'lamiz. 17 ning ichida yo'q, 170 ning ichida 31 imiz 5 tadan bor. 155 ayirsak 15 0. 150 ning ichida 4 tadan bor. 124. Ayirsak qoldig'imiz 26 bo'lyapti. Demak, bizda xo'sh, 2 ning 70-darajasi plus 3 ning 35-darajasi bo'lsa, 2 ning 70-darajasini 31 ga bo'lgandan 1 qoldiq chiqdi. 3 ning 35-darajasini 31 ga bo'lgandan 26 qoldiq chiqdi. Yig'indimiz 27 bo'lyapti. 27 ni olamiz, chunki 31 dan kichkina. Agar 31 dan katta son paydo bo'lib qolganda edi, biz bu yerda 20 chiqqan sonni yana 31 ga bo'lib qoldig'ini olgan bo'lar edik. Keyingisi 3-misol, demak, shunchaki darajalar xossalari kelyapti. Buni ham ishlab o'tamiz. 81 3 ning 4-darajasi 0.75 3 taqsim 4-daraja degan. Tashqaridagi daraja ichkaridagi darajaga ko'paytiriladi. 32 xo'sh, 2 ning 5-darajasi tashqaridagi daraja ichkaridagi darajaga ko'paytiriladi. -2 taqsim 5. Demak,
minus 27'miz 3'ning kubi 0,3 degani 3 taqsim 9. Qisqartirsak 1 taqsim 3 beradi. 16 2ning 4-darajasi minus 0,5 degani bizda minusdan 1 taqsim 2-darajani beradi. 256 xo'sh 16 ning kvadrati shuni 1 taqsim 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 4lar qisqardi, 3 ning kubi 27. 5lar qisqardi, 2 minus 2-si 1 taqsim 4. 3lar qisqardi, demak 3 ning o'zi qoldi. 4 bilan 2 qisqarsa kvadrat. Bu ichkaridagi minus bilan 2 ning minus 2-darajasi 1 taqsim 4 ni beradi. Ya'ni plus 2lar qisqarsa 16. 27 taqsim 4 dan 3 taqsim 4 dan ayiramiz. 24 taqsim 4 16 ni qo'shamiz. Birinchi kasrdan 6 16 ga qo'shsak 22 degan. Demak, bizda B javob chiqyapti. Endi xo'sh, buni ishlash uchun 4-misol buni kara-karalarni to'liq bajarsak ham bo'ladi, lekin qisqaroq usul nima? Mahraj berganimizda 2022 ning kvadrati bo'lyapti. 1 doim 1 ning любой darajasiga teng bo'ladi. Kvadrati bo'lsa ham bo'ladi. Demak, suratda 2022 ning kvadrati minus 1 ning kvadrati. Birdan qisqa ko'paytirish bo'yicha 2022 minusdan 1. Xo'sh, 2022 plusdan 1 deb ikkita qavsga ajratamiz. Mahrajimiz 2022 bo'ldi. Buludan keyingi kasr soni surat mahraji almashadi. Tepaga 2022, mahrajga 2021 tushdi. 1 taqsim 2023 ni o'zi. Demak, 2022 dan 1 ni ayirganimiz 2021 bilan qisqaradi. 2022 ga 1 dan qo'shganimiz 2023 bilan qisqaradi. 2022 lar o'zaro qisqaradi, natijamiz 1 chiqqan. A javob. Xo'sh, bu yerda A bilan B'da mana bu A taqsim B ni so'rayapti. B taqsim A ni so'rayapti. Buni bittalab qo'yib chiqsak, progressiya qilishimiz, arifmetik progressiya qilishimiz mumkin, sal cho'ziladi, kattaroq son bo'ladi. Qulay usuli nima? Sonlarga e'tibor bersak, bular 1, 2, 3 va hokazo 25 gacha A'da. B'da 4, 12, 20, 100 va hokazo 100 gacha boryapti. E'tibor bersak, hammasi 4 ga bo'linadigan sonlar. B'ning ichida mana bu sonlardan hammasidan 4 ni qavsini tashqari chiqarib olsak, B bizda teng bo'ladi 4 qavsning ichida 1 plusdan 2 plusdan 3. Xo'sh. Unday emas. Berilishda sal xato ketgan, lekin tartib shunday bo'lishi kerak edi. Nuqta 100 dan chiqarib olsak 25. Xo'sh, mana bu qavsning ichi A ni beradi bizga. B'miz teng bo'lyapti. Xo'sh, 4A ga. B taqsim A'miz 4A taqsim A bo'lib, yoki qisqarish kerak. Bu yerda ular xato nima bo'lgan? Tur 12 demak 4 kere 1 bu bizning usulida yozilgan bo'yicha bitta ishlaylik, lekin yozilgan bo'yicha bu yerda variant chiqmaydiganga o'xshayapti. A ni arifmetik progressiyaga qo'ysak, birinchisi 1, oxirgisi 25 taqsim 2, hadlar soni 25 da. 25 ni 13 ga ko'paytiramiz, 325. B ni bu ham arifmetik progressiya, birinchi qadamimiz 4, oxirgisi 100 taqsim 2 va bu yerda 4 dan 100 gacha sonlar bo'lyapti. D'miz 8 ga teng. 4 ga 8 ni qo'shsak 12, 12 ga 8 ni qo'shsak 20 va hokazo ketyapti. Shunda 100 gacha 13 ta son bo'ladi. 13 ga ko'paytiramiz. 52 ko'paytirilgan 13 bo'lyapti. Endi 52 ko'paytirilgan 13 taqsim bu 25 ko'paytirilgan 13 edi. 13larni qisqartirsak ham 52 taqsim 25, bu yerda unaqa javob yo'q. Bu savol tuzilishida va matematikada ishlagan holatim bo'yicha berilgan bo'lgan, mana bu tepadagi bo'yicha savolni qaytadan tuzatgan vaqtda chalkashib ketgan. Agar
mana bu yozilgan tartibda bo'lganda variantlarning ichida 50 taqsim 25 degan javob bo'lishi kerak edi. 6-savol. Berilgan savol 5 ga bo'lganda qoldiq bilan mana bu 2022 dan 2025 darajasining oxirgi raqamining ko'paytmasi. 5 ga bo'linish belgisi oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lishi kerak. Demak, mana bu sonni oxirgi raqamini topamiz, shuni 5 ga bo'lib qo'yamiz. Oxirgi raqam topish uchun darajani 2026 ni 4 ga bo'lamiz. Xo'sh, bundan 506 chiqadi, 2024 qoldiq 2 bo'lyapti. Demak, 2022 ning kvadrati. Oxirgi raqami 2 ning kvadrati 4 bilan tugaydi. Shuni 5 ga bo'lsak, qoldig'imiz 4 ning o'zi. Endi 2027 ning 2025 darajasini oxirgi raqami kerak. Buning uchun ham 2025 ni 4 ga bo'lamiz. Bunga yana 6 tadan bo'ladi. 2024 qoldiq 1 qolyapti. Bu degani 2027 ning birinchi darajasi, 7 ning birinchi darajasi oxirgi raqami 7 bo'ladi. Savol bergan, demak, mana bu qoldiq bilan mana bu oxirgi raqamni ko'paytmasi 4 kere 7 28 degan B javob bo'lyapti. Endi 7-savol. Xo'sh, qavslar ketyapti. Bu misolda asosiy qiladigan ishimiz erinmasdan har bir ishni joy-joyida bajarishimiz kerak. Eng ichkaridan boshlaymiz. 1 minus 2 ning minus 2 darajasi 1 taqsim 4 hisoblasak 3 taqsim 4 bo'ldi. Keyingi qadamda 1 minus chiqqan sonning minus 1 darajasi 4 taqsim 3 bo'ladi. Va umumiy mahraj bersak minusdan 1 taqsim 3. Xo'sh, keyingisi 1 minus, demak, buni bajardik, minus 3-daraja kelyapti. Minus 1 taqsim 3 ning minus 3-darajasi minusdan 27 taqsim 1 bo'ladi. Minus daraja surat mahraj almashdi-ku, buni hisobladik. Bu 28 bo'lyapti. Xo'sh, undan keyingisi endi minus 1-darajani bajaramiz. 1 minus 28 ning minus 1-darajasi 1 taqsim 28. Bu 27 taqsim 28 bo'lyapti. Va oxirgi minus 1-darajani bajarsak, bu 28 taqsim 27 degan bizda javobni beradi. Endi xo'sh, 8-misol e'tibor bersak, xo'sh, suratda faqat 90lar ketyapti. Faqat 90lar. Har ikkitasidan minus 2 chiqadi. 2023 gacha nechta 90 bor desa, demak, undan bitta keyingi sonimiz 2024 ning yarmicha 90 bor deymiz. Bularni yana shuncha 90 bor va ikkita qilib juftlab chiqayotgan bo'lsak, uni yana yarmini olamizda va har biridan minus 2 chiqyapti. Har ikkitaligidan minus 2 chiqyapti. Taqsim mahrajimizda ham ikkita qilyapmiz, ulardan lekin minus 1 chiqyapti. Jami 2022 ta son bor. Ikkita qilib chiqsak, taqsim 2 deymiz va har biridan minus 1 chiqyapti. Bu yerdan mana bu 2 bilan bu 2 qisqarsa, minusdan 1012, mahrajda minusdan 1011. Ikkita minusimiz plusga aylanadi. 1012 taqsim 1011 degan javob bo'lyapti. 9-savol. Buni umum mahraj beradigan bo'lsak, xo'sh, 5 kere 6, 6 kere 10 har xil ketib qolyapti. Umum mahraj berib ishlaganmiz qilar ekan. Xo'sh, mana 30, 60 ga mahraj bersak, ikkitadan mahraj beramiz. 3 taqsim 60. Qisqarsa 1 taqsim 20. Shunga 1 taqsim 100 ni qo'shamiz. 5 tadan mahraj bersak, xo'sh, 6 taqsim 100 2 ga qisqarsa 3 taqsim 50. Endi shunga 1 taqsim 150 qo'shamiz. Bunga 5 tadan mahraj bersak, 15, 16 taqsim 150. Bu 2 ga qisqarsa 8 taqsim 75. Plus 1 taqsim 210. Endi
15 dan 5 ta, 15 dan 14 ta. Bunisiga 14, bunisiga 5. Shunda demak 1050 degan javob chiqadi. 14 sakkiztasi 112 ga 5 qo'shilyapti. Nimadir netto ketdimi mana 117 taqsim 1050. Xo'sh. 1 taqsim 20, 5, 6 taqsim 100, 3 taqsim 50. Bu mana bu yerda xato ketibdi. Xo'sh, 3 tadan berishimiz kerak-ku. 10 taqsim 150, nollar qisqardi. 1 taqsim 15 ga qo'shamiz 1 taqsim 210. 14 tadan beramiz. 15 taqsim 210. 15 ga qisqarsa 1 taqsim 14. B javob chiqadi. Endi 6-misol. Xo'sh, e'tibor bersak 6 ni o'zi minus. Mana bu 30 plyusdan 1. 60 plyusdan 1. 100 plyusdan 1. 150 plyusdan 1. Xo'sh, 210 plyusdan 1 bo'lyapti. Xo'sh, 30 plyusdan 1 ni 30 ga yuborsak, demak 30 ga bo'lamiz 1 minus 1 taqsim 30. Minus 1 minus 1 taqsim 60. Minus 1 minus 1 taqsim 100. Minus 1 minus xo'sh 1 taqsim 150. Minus 1 minus 1 taqsim 210. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. 5 ta birimiz 6 ta 1 bilan hisoblaganimizda 6 dan ayirganimizda 1 ni o'zi qoldi minus. Mana bularni biz bitta oldingi misolda ishladik, qaytadan yozib o'tirmaymiz. 1 taqsim 30, 1 taqsim 60, 1 taqsim 100, 1 taqsim 210 ni bir-biriga qo'shganimiz 1 taqsim 14 chiqqan edi. Hammasi minus bo'lgani uchun bir-biriga qo'shilib oldiga minus yozamiz. Umumiy javobimiz 13 taqsim 14 degan D javob bo'lyapti. 11-savol. Demak, 2 taqsim 4. Qayerda? E'tibor bersak, hammasi birinchisi o'z turibdi, keyingilari 22 plus 1. 222 plus 1. 2, 2, 2, 2 plus 1. Demak, 2 taqsim 4 plus 22 taqsim 44 plus 1 taqsim 44 plus 222 taqsim 444 plus 1 taqsim 444 plus 4 ta 2 taqsim 4 ta 4 plus 1 taqsim 4444. Qisqarsa 1 taqsim 2, qisqarsa 1 taqsim 2, qisqarsa 1 taqsim 2, qisqarsa 1 taqsim 2. 1, 2, 3, 4. 4 ta 1 taqsim 2 miz 2 ni beradi. Plus 1 taqsim 44 plus 1 taqsim 444 plus 1 taqsim 4444. Mana bularni hammasini hisoblaganimiz 0 butun qanaqadir son bo'lishi mumkin, lekin 1 ga yetmaydi hech qachon. Bu degani 2 butun qanaqangidir son bo'lyapti. Endi bizga savol beryapti. Yig'indining qiymati qaysi oralikda yotadi deyapti. 2 dan sal kattaroq bo'lgan sonlar 2 dan 3 gacha bo'lgan A oralikda yotadi. Tushunarli-a? Endi 12-savol. A va B ratsional sonlar uchun mana shu yig'indi tenglik o'rinlik bo'lsa, A kvadrat plus B kvadratning qiymatini toping deyapti. E'tibor beramiz. A va B ratsional son degani bularda ildiz qatnashmaydi. Ildizdan chiqmaydigan son. Ildiz uch A ni ichida ham yo'q, B ni ichida ham yo'q. Lekin yig'indida B ni ildiz 3 taqsim 3 ga ko'paytiryapti-da, natija tenglikdan keyin ildiz 3 yo'qolgan. Ildiz 3 ni ildizi yo'q songa ko'paytirib yo'qotishni birdan bir yo'li uni 0 ga ko'paytirish. B'miz agar 0 bo'lsa,
A plus 0 ko'paytirilgan ildizosida 3 taqsim 3 ta ildiz yo'qolib ketadi. Tenglikdan keyingi 3 hosil bo'lishi mumkin. Bundan A 3 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Endi bizdan so'rayotgan A kvadrat 3 ning kvadrati plus B kvadrat 0 ning kvadrati. Natija 9. C javob. 13-savol. Xo'sh. 23 ning kubi 16 ning kubi. Buni takma-tak hisoblab o'tirmaymiz. Nima qilamiz? Qisqa ko'paytirish formulaga o'xshayapti-ku, o'sha qisqa ko'paytirish formula bo'yicha yozib olamiz. 23 + 16. Keyingi qavsda 23 ning kvadrati minus 23 ko'paytirilgan 16 plus 16 ning kvadrati. Mahrajda 8 ning kvadrati 64 minusdan 25. Hisoblasak 39 ni beradi va birinchi qavs bilan qisqardi. Minus 23 ko'paytirilgan 16. Hali bu minus bitta, bu yerda minus bitta turibdimi? Bu bizda 23 minus 16 ning qavs kvadratini beradi. 23 ning kvadrati berilgan, 16 ning kvadrati berilgan va mana bu ikkalasi ko'paytma ikkilanganini beryapti. Shundan ayirib olsak 7 kvadrat 49. Demak bizda bu C javobini beryapti. 14. Ko'paytmaning oxirgi ikkita raqamini toping deyapti. Xo'sh, qaranglar, buni sal ishi bor, lekin chiqadigan misol. Xo'sh, oxirgi ikkita raqam eslab qolamiz. Darajalar kelganda, oxirgi bitta raqam desa biz tepadagi misolda ishlatdik, darajani 4 ga bo'ldik. Har to'rttada takrorlanadi doim. Oxirgi ikkita raqam любой sonning darajasida 20 tadan keyin takrorlanishi aniq. Endi misolning berilishiga qarab ba'zi misollarda 10 tada, ba'zi misollarda 5 ta takrorlanadi. Lekin любой sonimizda 20 ta takrorlanishi aniq. Xo'sh, nima qilamiz? Darajalarni 20 ga bo'lib o'ramiz. 456 ni 20 ga bo'lamiz. Qoldig'imiz 16. 567 ni 20 ga bo'lamiz. Qoldig'imiz 7. Demak, 71 ning 16-darajasini oxirgi ikkita raqami keladi. Buni qiladigan ishimiz 71 ning kvadratini 8-si deymiz. 71 ning kvadrati bizda xo'sh 5041 bo'ladi. Endi nima qilamiz? 8 ni kvadratining 4-darajasi deymiz. Bizda oxirgi ikkita raqam deb savol berganligi uchun mana bu 41 ni kvadratini hisoblaymiz. 41 ni kvadrati 1681 bo'ladi. Endi buni kvadratining kvadrati deymiz. Oxirgi ikkita raqamni olamiz. Boshidagi nechta raqam bo'lsa ham qolib ketaveradi, uni qiziqamiz. 81 ning kvadratini olamiz, 6561 bo'ladi. Shuni kvadrati qoldi. 61 ning kvadratini hisoblasak, xo'sh, bizda 3721 bo'ladi. Demak, birinchi sonning mana bu 71 da 456 darajasini oxirgi ikkita xonasi 21 bo'lar ekan. Ikkinchi sonni mana 61 ni 7-darajasini nima qilamiz? 61 ning kvadrati 61 ning kvadrati 61 ning kvadrati ko'paytirilgan 61 deymiz. Shundan 7 ta 61 paydo bo'ladi. Xo'sh, boya hisobladik. 61 ning kvadrati 3721 chiqdi mana bu. Demak, 3721 dan 3721 3721 3721 va 61. Bizda oxirgi ikkita raqam deganligi uchun faqat ikkita raqam bilan ishlab ketaveramiz. 21 degan bir ko'paytiramiz. 441. 21 da 61 ko'paytiramiz. Demak, 20 tasi 1220 1281.
Endi 41 ni 81 ko'paytirsak, 41 ni 81 ni 40 tasi 3240 ga 81 3321. Demak, bizga buni oxiridagi 21 kerak. Umumiy javob birinchisidan oxirgi ikkita xonasi 21 chiqdi, ikkinchisidan 21 chiqdi. Ikkita 21 ni ko'paytmamiz 441 ni beradi. Ko'paytmaning oxirgi ikkita xonasi bizda 441 ning 41 ni olamiz. B javob bo'lyapti. 15 qaranglar, 14 tushunarli, bu sal murakkabroq misol, lekin shunday maydalab ishlamasa chiqmaydi. 15 bular nisbatan oson. Ko'rinishi sal kattaroq bo'lishi mumkin, lekin misol oson. Xo'sh, suratdan qaraymiz. 10 ning kvadrati plus 10. Ikkalasidan 10 ni chiqarib olsak, 10 ning kvadratidan bitta 10 qoldi. 10 ning o'rnida 1 qoldi. Mahrajdan 11 ni chiqarib olsak, 11 plusdan 1. Ikkinchi kasr suratdan 12 ni chiqaramiz. 12 plus 1. Xo'sh, mahrajdan 13 ni chiqaramiz. 13 plus 1. Uchinchi kasrning suratidan 14 ni chiqaramiz. 14 plus 1. Xo'sh. Mahrajidan 15 ni chiqarib olsak, 15 plusdan 1. Endi tushunaversa va hokazo davom etyapti. Oxirgisini suratidan 98 chiqarsak, 98 plus 1 suratda. 99 chiqarsak, 99 plus 1 mahrajda qolyapti. E'tibor beramiz. Xo'sh, men birinchi kasrdan 10 bilan 11 qoladi-da. Suratda 10 turibdi. 10 ga 1 ni qo'shsak 11, mahrajdagi 11 bilan ketdi. Ikkinchi kasrdagi 12 birinchi mahrajdagi 11 plus 1 bilan qisqaradi. Ikkinchi kasrda 12 plus 1 o'zini mahrajdagi 13 bilan qisqaradi. 14 buni mahrajdagi bilan qisqaradi va hokazo ketyapti. Boshida birinchi kasrdan birinchi son qoldimi suratda? Mahrajdan oxirgi son qoladi-da, o'rtadagi qolgan hammasi qisqarib ketaveradi. Suratda 10, mahrajda 100. Nollar qisqarsa 1 taqsim 10 degan A javobimiz chiqyapti. Endi bizda keyingi misol 16-misol. Nechta natural son mana bu tenglikni qanoatlantiradi. Xo'sh, eslab qolamiz. Demak, formula kitobchamizda ham bunga doir ma'lumot berilgan edi birinchi betida. Eslaringda bo'lsa, x va y ning a kubi 12 ga teng bo'lsa, bu degani 12 x sonimiz ham 12 ga bo'linadigan son, y sonimiz ham 12 ga bo'linadigan son. Buni nima deb olish mumkin? Ximiz qanaqangidir 12a, y'imiz qanaqangidir 12b. Va a bilan b'larimiz hech qachon bir-birini ichida bir-biriga bo'linadigan sonlar bo'lmaydi. Ustun chiqsak bir-birining tarkibida bo'lmasligi kerak, bir xil sonlar bo'lmasligi kerak. Endi shularni yig'indisi 144 deyapti. Demak, yig'indisi 12 qarshida a plus b bo'lib qoladi. 144. 12miz bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, a plus b'miz 144 ni 12 ga bo'lamiz, 12 bo'lyapti. Demak, a bilan b'miz shunday sonki, yig'indisi 12 ga teng va ustuncha qilgani bir-birining ichida bo'lmaydigan sonlar. Demak, 1 bilan 11 ni olsak, ustun chiqsak bir-birining tarkibida yo'q. Tub ko'paytuvchiga ajratsak va yig'indisi 12 chiqadi. 2 bilan 10 ni olsak, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi, olmaymiz. 3 bilan 9 ni olsak, ikkalasi ham 9 3 ga bo'linadi, olmaymiz. 4 bilan 8 ni olsak, ikkalasi ham 4 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, olmaymiz. 5 bilan 7 ni olsak, to'g'ri keladi va shularni chaparilgan 6 bilan 6 ham to'g'ri kelmaydi.
Demak, x'imiz demak a0 ni 1 da qo'ysak 12, y'imiz 132 va o'rni almashgan 132 ga 12 ikkita son bo'ldi. Shuningdek 5 bilan 7 ni qo'yamiz. X'imiz a ga 5 ni qo'ysak 60, y'imiz b ga 7 ni qo'ysak 84. Shuningdek ikkalasini almashgani x ga 84, y ga 60 bo'lgan sonlar. Bu yerdan ikkita chiqdi. Jamisi 4 ta natural sonlar juftligi dan bizga aytilgan javob chiqyapti, lekin variantda 4 ta berilmagan. Eslaringizdan chiqmasin. Xo'sh, bizda nechta natural sonlar juftligi deganda x va y alohida berilganligi uchun x ga 12 ni alohida, y ga 132 ni olganimizdan keyin o'rni almashgani ham sistemaga yechim bo'la oladi. Sistemada o'rni almashganlarni ham hisobga olamiz. Agar shart bersa edi, x y dan kichkina yo x y dan katta degan shart berganda edi, ikkita javob bo'lardi. Shunaqa sharti yo'qligi uchun 4 ta javob bo'lishi kerak. Bu variantlarda berilmagan. Bu misol tuzishdagi xatolik bo'lyapti. Endi 17-misol. Oddiy hisob-kitoblar kelyapti. Kerak hisob-kitoblarni bajaramiz. Bajarayotganda buni 127-darajasini hisoblab olish bizga juda ham kattalik qiladi. Nima qilamiz? Darajaga ajratib, tub ko'paytiruvchiga ajratib, tub ko'paytiruvchilarning darajalari qilib hisoblaymiz. Xo'sh, 120 miz. Bizda 2 ning kubi 3 ning birinchisi 5 ning birinchisi bo'ladi. Shuni 7-darajasi degani 2 ning 21-si bo'lar ekan. Ko'paytirilgan 3 ning 7-si 5 ning 7-si bo'lar ekan. 24 miz. 2 ning 3-si ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Minus 5-daraja bo'lsa, demak bular bir taqsimga o'tadi. 1 taqsim 3 ni 5 ga ko'paytiramiz. 2 ning 15-darajasi ko'paytirilgan 3 ning 5-darajasi. 75 miz. Bu bizda 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati bo'lsa, shuni minus 2 ga ko'paytiramiz. 1 taqsim 3 ning kvadrati 5 ning 4-darajasi bo'lyapti. Shuni bo'lishimiz kerak 32 2 ning 5-darajasiga. 30 dan ayirib 11 ga bo'lib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, qaraymiz. 15 ta 2 21 ta bilan qisqarsa 6-daraja qoladi. 3 ta 2-chi 5-darajasi, ikkalasi 7-daraja esa 3 ta 7-chi bilan qisqardi. 4 ta 5 bu yerda 7-daraja bilan qisqarsa ko'pi qolyapti. Endi shuni 2 ni 5-siga bo'lsak, 5 ta 2 miz bilan 6 daraja bilan qisqarsa 1-daraja. Bizda nima qoldi? 2 ko'paytirilgan 5 ning kubi. 2 ko'paytirilgan 5 ning kubi 125 bo'ladi. Shundan 30 da ayirib 11 ga bo'lish. 2 ni 125 ko'paytirsa 250, 30 ni ayiradigan bo'lsak 220, 11 ga bo'lsa javobimiz 20 degan variant bo'lyapti. Bu bizda C javob bo'ldi. 18-misol. Faktorial bo'lib, ko'rinishi sal murakkabroq turgani bilan uchun murakkab savol olamiz. 4 faktorialimiz 24. 5 faktorialimiz 120. Endi 24 ning 120-darajasini oxirgi raqami kerak. Darajani 4 ga bo'laveramiz. 30 chiqadi, qoldiq 0. Agar qoldiq 0 bo'lib qolsa, biz 4-darajani olardik. 24 ning 4-darajasi. Bundan 4 ning 4-chisi 256 bo'lsa, oxirdagi raqam 6 bo'lyapti. Endi
Juda ham oddiy savol. 8 va 16 ning ekobi. 8 ham 8 ga, 16 ham 8 bo'lgani uchun ekob 8 bo'ladi. Ekobga 16 ni o'zi 8 ga bo'lyapti, 16 ni o'zi 16 ga bo'lyapti. Bundan 16 chiqadi. Ildiz ichida xuddi shu usulda 4 16 dan ekob 4, ekob 16 bo'ladi. Hisoblasak, 8 ga 16 ni qo'shsak 24. Xo'sh, 4 kira 64, 16 64, 64 dan 8 chiqadi, bo'lib qo'ysak 3 degan variant. Kechirasizlar. Ko'p ildiz ekan. Ko'p ildiz bo'lsa bizda demak, bu yerda 8 chiqmaydi. 64 dan ko'p ildiz 4 chiqadi. Endi javobimiz bizda 3 bo'lmaydi. 24 4 ga bo'lsak 6 degan variant bo'ladi. Bu bizda C javob. Endi 20 faktorial sonini qanday eng kichik natural songa bo'linmaydi deb savol beryapti. 20 faktorialimiz 20 gacha bo'lgan lepa songa bo'linadi. 20 dan keyingilarni ham 1 dan 21 deyishga shoshilmaymiz. Nima uchun? 21 imizda 3 kira 7 deb olsak, 20 faktorialning ichida, ya'ni 1 dan 20 gacha sonlarni ko'paytmas ichida 3 ham 7 ham bor. Demak 21 ga bo'linadi. 22 ni 2 ko'paytirilgan 11 deb olsak, 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlar ichida 2 ham 11 ham bor. Demak 22 ga ham bo'linadi. 24 ni 3 ko'paytirilgan 8 deb olsak, 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlar ichida 3 ham 8 ham bor. Lekin 23 ni o'zi tub sonligi uchun 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlar ichida 23 ni o'zi yo'q, uni maydalab bo'lmaydi. Demak javobimiz 23 ga bo'linmaydi. 21. Qaranglar, bu sal noto'g'ri tuzilgan bo'lyapti. Mana bu yerda 5 emas, 5 ko'paytirilgan 4 deganda edi, misolimiz to'g'ri bo'ladi. Nima uchun bunday deyapman? Asoslayman. Qaranglar, ekok nima? Berilgan sonlarni xo'sh, tub ko'paytirishga ajratgandan keyin ularni ichida shu yerda qatnashayotgan sonlarni hammasini olib, kattaroq darajasi bilan olishimiz kerak. 4n imiz 2 ning kvadrati ko'paytirilgan n. Agar 54 deydigan bo'lsak, bu 2 ko'paytirilgan 3 ning kubi. Bundan mabodo mana bu n imiz 3 bo'lib, yo mana shu yerdagi birorta raqam bilan takrorlangan taqdirda ham bizda 2 ning kvadrati 2 ning o'zi kelyapti. 2 ning kvadratini va 3 ning kubini olishimiz shart bo'lardi. Bundan 108 chiqadi. Mana bundan 3n 4n dan 3 bilan 4 bir-birining ichida yo'q, lekin nlar bir xilligidan n kubimizdan n chiqadi. 108 ga biz n ni qo'shib 84 chiqarishimiz kerak. 108 ga qanaqadir musbat sonni qo'shib o'zidan kichik sonni chiqarish mumkin emas. Shuning uchun savol noto'g'ri tuzilgan bo'lyapti. Agar shuni 5 kira 4 deb olsak, ekobdagi. Birinchisini ekobidan n chiqyapti plus ekok 4n u 20 bo'ladigan bo'lsa, keyin 84 deydigan bo'lsak, variantlar tekshirib ko'rishimiz mumkin. Demak, A variant tekshirsak, 2 ni qo'ysak 2 plus 4 kira 2 8, 8 bilan 20 ning ekoki 40 bo'ladi. Yig'indi 84 bo'lmaydi. A chiqib ketdi. 3 ni tekshirsak, B varianti. 3 plus 4 kira 3 12, 12 bilan 20 ning ekoki 60 bo'ladi. 84 bo'lmaydi. Chiqib ketdi. 4 ni tekshiramiz. Xo'sh, 4 plus 4 kira 4 16, 16 bilan 20 dan ekok 80 bo'ladi. Yig'indisi to'g'ri kelyapti. Demak, C javob. O'sha D javobimiz to'g'ri kelmaydi. Berilishda shunaqangi kamchilik bo'lgan. Endi 22-savol. K faktorial 5050 ga bo'linadi degani 5050 ni üstünü çıksak 2'ye bölsek 2525 5'e bölsek hoş 505 5'e bölsek 101 101'e bölsek 1. Demek K faktorial shunday bo'lish kerak, uni tarkibida bitta 2 bo'lish kerak. 2 ta 5 bo'lish kerak va 101 ham bo'lish kerak. Endi 2
misol uchun mana berilgan variantdagi sonlarni hammasini tarkibida bor. Chunki 55 faktorial deganda ham 1 dan boshlab 55 gacha ko'paytirilgan tarkibida 2 bo'ladi. Ikkita 5 ham bor, lekin 101 A variant va C variantda bor. Bizda eng kichik degan savol bo'lganligi uchun A variantni olyapmiz. Demak, javobimiz A. Tushunarlimi? 23. Mana shu ning natural bo'luvchilar soni 20 ta. Natural bo'luvchilar soni NBS ni formulasi bor edi. NBS. Nima qilardik? Sonni tub ko'paytiruvchi ajratardik. 2 darajasi 3 darajasi. 2 bilan 3 tub. Tub ko'paytiruvchi bo'lgandan keyin darajalarga birda qo'shardik. Va o'zaro ko'paytirardik. Shu natural bo'luvchilar sonini beradi. 3 ga 4 ni qo'shsak, 3 ga 1 ni qo'shsak 4. 4 bu tomonga bo'lib o'tsa, 20 ni 4 ga bo'lamiz 5. Demak, M 4 ga keladi. B javob. Bizda qaranglar, 11 faktorial. 11 faktorial degani 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan va hokazo 11 gacha ko'paytirilishi kerakmi? 11 gacha ko'paytma. Mana shu tomonga teng bo'lsa A raqamini toping. Endi buni bittalab hisoblab chiqsak ham bo'ladi, lekin bo'linish belgilaridan foydalanib topsak bizga osonroq bo'ladi. Bo'linish belgilari 11 gacha ko'paytmada 9 ham bor, 11 ham bor. 9 ni bo'linish belgisidan foydalansak ham chiqadi hozir. 11 ni bo'linish belgisidan foydalansak ham chiqadi. 11 ni bo'linish belgisi qanaqa edi? Berilgan sonni bitta raqam olamiz, bitta qoldiramiz. Ham bitta olamiz, bitta qoldiramiz. Ham bitta olamiz, bitta qoldiramiz, ham bitta olamiz. Demak, 3 9 A ni yig'indisidan o'rtada qolib ketayotganlarni 9 ni, 1 ni, 8 ni, 0 ni yozmadim, tushunasizlar. 0 ni yig'indiga ta'sir qilmaydi. Ayirmamiz yoki 0 bo'lishi kerak yoki 11 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Manfiy nusxatli ham qiziq. 12 plus A dan biz 18 ni ayirganimiz yo 0 yo qanaqadir plus minus 11 dan birortasi chiqishi kerak. Berilgan variantdagilardan faqat mana bu D javobini qo'ysak 6 ni. 12 ga 6 ni qo'shamiz 18, 18 ni ayirsak 0 bilan. Qolganlarida unaqangi na 11 chiqadi, na 0 chiqadi. Shuning uchun javobimiz D. Qisqa variant shu. 25-savol. Xo'sh, 120, 144, 168. Shuncha qilamiz, E kubini topamiz. E kubi 24 ga teng. Shuncha qilib o'tirmayman. 24, 30, 48 ga E kub topishimiz kerak. Bularga E kub 240 bo'ladi. Qo'shib qo'yamiz 264 degan A javob bo'ladi. Menimcha shuncha qilishlarni hamma biladi, shuning uchun yozib o'tirmadim. 26-savol qaranglar. Ko'rinishi sal dadilroq o'xshaydi, lekin unchalik murakkab savol emas. Nima qilamiz? Qarang, suratda A bor, mahrajda 1 plus A. Demak, A ni yonida plus 1 bo'lsa, bu mahrajga bo'linadimi? Plus 1 ni o'zimizdan yozganimiz uchun orqasiga minus 1 ni qarshi sifatida yozib qo'yamiz. B ga ham xuddi shu gap. Plus 1 ni yozamiz, orqasiga minus 1 ni qarshi qilib yozib qo'yamiz. C ga ham shu gap, chunki yo'q joydan son olish mumkin emas. A plus 1 minus 1 ni 1 plus A ga bo'lamiz. B plus 1 minus 1 ni 1 plus B ga bo'lamiz. C plus 1 minus 1 ni 1 plus C ga bo'lganimiz 3 deb berish kerak. Endi bo'lib chiqamiz. A plus 1 1 plus A ga bo'lsak 1 minus 1 taqsim 1 plus A. Plus 1 minus 1 taqsim 1 plus B. Plus 1 minus 1 taqsim 1 plus C. 3 bo'lsa, endi bizda mana bu 1, 2, 3. Bu tomondagi 3 bilan 3 ta birimiz 0 ga aylanib ketadi. Va minus 1 ga ko'paytirib yuborsak 1 taqsim 1 plus A 1 taqsim 1 plus B 1 taqsim 1 plus C'miz bu tomonda 0 qo'yganida minus 0 plus 0 baribir 0 keladi. Demak, B javob. Tushunarli, ha? 27.
Yig'indining qiymati butun son bo'ladigan n ning natural qiymatlari yig'indisini toping. Mayli, yig'indi natural bo'lishi, butun bo'lishi uchun surat mahrajiga bo'linishi kerak. Bu degani 48 imiz mana bu n bo'linishi kerak. N ning o'zi 6 ga bo'linishi kerak. Shunaqa sonlarni topamiz. Demak, n ga 48 ning o'zini qo'ysak, 48 48 ga bo'linadi va 48 6 ga ham bo'linadi. Endi 48 nimaga bo'linadi? 24 ga bo'linadi. 48 24 ga bo'linadi, 24 ham 6 ga bo'linadi. 48 12 ga bo'linadi, 6 ga ham bo'linadi. 48 6 ga bo'linadi, 6 6 ga bo'linadi. Undan keyingi 48 8 ga bo'linadi, lekin 8 6 ga bo'linmaydi. Shuning uchun 8 ni olmaymiz. 48 16 ga bo'linadi, 16 6 ga bo'linmaydi. Shuning uchun 16 ni olmadik. Tushunarli, ha? 6 da to'xtaydi, chunki 6 dan mayda songa 6 ni o'zi bo'linmaydi. Shularni yig'indisini so'ragan. 48 ni, 24 ni, 12 ni va 6 ni qo'shganimiz 90 ni beramiz. Bu bizda D javob bo'lyapti. 28 da n va n natural sonlar uchun shu n plus n taqsim n minus n 2 ga tenglik qanoatlantirilsa, ya'ni bo'lsa, m quyidagi sonlardan qaysi biriga har doim bo'linadi? Buning uchun buni mahrajli tomonga ko'paytirib olamiz. m plus n 2m minusdan 2n ga teng bo'lsa, xo'sh, m lar bir tomonga, n lar bir tomonga. 3n teng ekan 2m dan m ni ayirsak m ga. n teng m taqsim 3. Buni javobi n ni qiymatimizga natural dedik-ku. Natural bo'lishi uchun m 3 ga aniq bo'linishi kerak. B javob. Ba'zida 6 ga ham bo'linadi. N juft son bo'lganda 6 ga bo'linadi, lekin 3 ga bo'linishi aniq. Juft taqdib qo'shimcha shartlarsiz 3 ga bo'linishi aniq. 29. Bu elementar savol, mayli, solib qo'yamiz. 4 faktorialimizdan bizda 24 chiqadi. 1 dan 24 gacha ko'paytiramiz. 48 24 ga bo'lsak 2. 12 ning 0 darajasi 1 plus 0 faktorial. Eslab qo'yinglar. Ba'zilar chalkashadi. 0 faktorial hisoblash mumkin emas deydi, ba'zilar 0 deydi. Lekin 0 faktorial doim 1 ga. Qavsdagi faktorial turibdi. Ya'ni 2 1 1 ni qo'shsak 4 faktorialimiz yana 24 turadi. Javob 30. Shedevr joyiga keldik-ku. Bizda qaranglar, kasr yoyilmasi bor edi. Kasr yoyilmasi nima? X taqsim a ko'paytirilgan b bo'lsa, x so'rab tashqariga yozilardi. Mahrajdagini farqi ayirma pastga yozilib, 1 taqsim qilib kichigi minus 1 taqsim qilib kattasini yozardik, eslaydi bo'lsa. Bu ikkitalik uchun-da. Bu uchtalik kelyapti. Uchtalik kelganda 3 ta qayta ketma-ket sonlar. 1 2 3. Keyin birinchi tushyapti, ketiga undan keyingi 2 3 4 olinyapti. Yana 2 tushyapti, 3 4 5 olinyapti va hokazo ketyapti. Buni formulasi, usuli bor. Bunda suratdagi son yozamiz, taqsim doim 2 bo'ladi. Doim 2. Keyin 1 taqsim deymiz. Bu 3 talik bo'lar. Boshidagi ikkita kichik sonni ko'paytmasi minus 1 taqsim deymiz. Oxirdagi ikkita kichik sonni ko'paytmasi. 11 12. Bu 132, bu 2. Bunga 66 deb mahraj beramiz. 1 taqsim 2. 66 dan 1 ni ayirsak 65 taqsim 132. Ko'paytirib qo'yamiz. 65 taqsim 264 degan B javob chiqadi. Xo'sh, ikkinchi misollar tahlilini qilib bo'ldik. Agar xohlasangizlar, kombinatorikani ham davom ettiramiz yoki chag'i yetarli bo'lsa, darsni tugatishimiz ham mumkin buguncha. 1 soatga yaqin bo'lib qo'yibdi. Chag'i yetadimi yo davom ettiramizmi? Xo'sh, gruppaga yozsangizlar ham bo'ladi.
yoki mikrofon ochib gapirsangizlar ham bo'ladi. Demak, javob bo'lmayapti. Buguncha tugata qolamiz. Kommentariyani boshqa kunda boshqa narsani ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.